Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli opa-singillar, hammalaringiz yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Oilangiz tinchmi? Yaxshi yuribsizmi? Bugun yana bir kichkinagina rolikcha tayyorlayman. Mana bu kartoshkalarimizni bugun yig'ib terib olishga harakat qilamiz. Chunki kanikul hozir ishlaydiganlarga ham oddiy dam olish kunlari, ertaga ish, shundan foydalanib mana kelinlar, nabiralar hammalari uyda kartoshkalarni yig'ib olamiz. Mening boshchiligim asosida. Xudo xohlasa, dehqonchiliklarni yig'ishtiramiz o'rtoqlar bugun. Endi obunachilar so'rashgan edi. O'sha kartoshkalarni yig'ayotganingizda ham rolik qilib ko'rsating deb, shuning uchun hozir birgalikda kuzatamiz kartoshkalarimizni. O'rtoqlar, baribir aytib o'tishim kerak. Endi yangi kirgan obunachilarmi, kuzatuvchilarmi, shular uchun yangi ma'lumot, ko'rib meni kuzatib yurganlar bilishadi kartoshkani qaysi oy, qaysi chisloda ekkanligimni, lekin yangi kirgan mehmonlar bilishmaydi. 18-fevral kuni urug'larni yerga ekkanmiz o'rtoqlar. 18-fevral. Hozir mana hisoblab qarasam 3 oy 12 kun o'tibdi o'rtoqlar. Demak, shunda 3 oyimiz 90 kun bo'lsa, endi o'rtacha 30 kundan hisoblasak, 90 kun bo'lsa, bu yog'idan 12 kun. 100 kundan oshiq muddat bo'libdi. Kartoshkalarimizni mana olib ko'rsam, kartoshkalar sirti to'rlab, po'sti qattiq bo'lib qolsa, demak, yig'ib terib olishga tayyor bo'ladi. Bizniki xuddi shunday bo'libdi. Yig'ishimizga tayyor, pishdi uje. Endi mana yig'ib olamiz. Endi katta dehqonchiligimizni Allohim barakasini bersin. Yaxshi kunlarimizga, yaxshi yeb ichishga ilohim nasib ro'za aylasin. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz ishimizni, o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, mana shu joydan boshlab yig'ishni boshlaymiz. Mana bu kartoshkani qarang. Sirtiga ham chiqib ketganda mana tashqariga. Hozir mana buni bismillahirrohmanirrohim boshlaymiz mana shu joydan. Endi sizga ko'rsatish uchun hozir qo'lim bilan nima qilyapman? Mana bular urug'lari. O'zi ikkala tomoniga belkuroq bilan olish kerak. Sizga ko'rsatish uchun qo'lim bilan mana kartoshkalar. Mana o'rtoqlar. Mana mana bunisini ham hozir tortamiz. Qo'lqop kiyib olishim kerak edi. Birdaniga ishga tushib ketdim o'rtoqlar. Qo'limga ishchi qo'lqoplarini hozir kiyib olamiz. Sizlarga ko'rsatish qulayroq bo'lsin deb. Ashida turibdi qo'lqop. Mana o'rtoqlar, mana shundoq qilib hammasini hozir yig'ib olamiz.
Mana bir qatorini yig'ib oldik. Shunday qilib, endi salqin joylarga bolalar hozir tashishadi. Tezda optoqdan olishimiz kerak-da, quyoshda turmasligi kerak, o'rtoqlar. Quyoshdan tezda yig'ishtirib olib, salqin joyga to'kamiz. Salqin joyda biron kun qo'yib qo'yamiz-da, keyin yashiklarga joylab, podvalga qo'yamiz, o'rtoqlar, salqin joyga. Mana hurmatli obunachilar, 1-2 soatda bir pasda mana yig'ib, terib qo'yishdi. Chunki mana bu kartoshka ekilgan joyimiz juda katta joy emas. Ozginagina joyga kartoshka ekilgan. Mana bu joyga mana palaklarini yig'ib qo'ydik. Hozir mana bu joylarga oftobga yoyib tashashadi. Ozgina sel ketgandan keyin, quritgandan keyin, qurigandan keyin yig'ib tashlaymiz, o'rtoqlar. Hozir sizlarga nimani ko'rsataman? Yig'ilgan kartoshkalarimizni, dehqonchilikni. Mana o'rtoqlar, xirmonga baraka. Mana kartoshkalarimiz. Endi bu mana shu joyda bir sutka turadi. Ustiga palaklarini tashlab qo'yamiz. Ertaga keyin nima qilamiz? Yashiklarga joylaymiz. Nimasiga qarab, katta kichikligiga qarab, yashiklarga joylab qo'yamiz. Ertaga davom ettiramiz ishimizni, o'rtoqlar. Yaxshi, juda chiroyli chiqdi mana, top-toza, qarang. Juda ham yaxshi, sap-sariq kartoshka, oltin rang. Kecha mana bundoq qilib ustini palaklari bilan, o'zini palaklari bilan o'rab qo'ygan edik. Bugun endi ustlarini yana sekin ochib turib, yashiklarga katta kichikligiga qarab, yashiklarga joylab olamiz. Hozir ochamiz buni ustini. Mana hurmatli obunachilar, kartoshkalarimizni mana bunday kichkina yashikchalarga mana joylab oldik. Mana yashikchalarimiz mana shunday hajmda, mana 1, 2, 8 ta, 9, 10, 11, 12, 13 ta yashikda mana shunday hajmdagilar chiqdi. Mana chiroyli qilib joylab qo'ydik. Mana yana 2 ta yashikda mana alohida qilib qo'ydik buni. Bu o'rtoqlar urug'likka 2 ta yashikda. Mana shu yetadi har yilgi ekadigan joyimizga, Xudo xohlasa. Inshaalloh yanagi bahorlarga Allohim hammamizni yetkazdirsa, yana mana shu kartoshka urug'laridan ekamiz. Endi bu urug'dan nima deydi? Bu kartoshkadan urug'lik qilsa bo'lmaydi, mumkin emas deganlar chiqadi. Bizga mumkin, o'rtoqlar, bizga bo'laveradi. Hech narsa qilmaydi. Biz juda seleksioner olim emasmiz. Bizga o'sha kartoshkamiz ro'zg'orimizga yetadigan darajada chiroyli bo'lib mana chiqsa bo'ldi, o'rtoqlar. Mana shu o'zimizni Xudo xohlasa ro'zg'orimizga yetadi inshaalloh. Mana bemalol, o'rtoqlar. Keyin bitta obunachi yozibdilar, sizni o'sha bo'lmasdan ekkaningizga qiziqaman, qanaqa hosil berarkin, shu kartoshkalarni yig'ayotgan paytingizda ko'rsatsangiz deyishgan ekan. Mana ko'rdingiz, biz deyarli juda kamdan kam holatlarda kartoshkalarimizni bo'lib ekamizda, bo'lmasdan ekamiz. Endi bo'lmaydi, qo'ymaydi deganlar deyishaveradi. Mayli, o'sha bo'lib ekishni xohlaganlar bo'lib ekinglar. Biz bo'lmasdan ham ekaveramiz, o'rtoqlar. Bo'laveradi. Mana kartoshka shuda, endi bundan ortig'i bo'lmaydi, o'rtoqlar. Ko'nglimiz to'ldi kartoshkalarimizdan. Juda ham chiroyli, mana top-toza, sap-sariq kartoshkalar, loyi yo'q, bir nimasi yo'q, iflos emas, chiroyli. Qarang, mana ro'zg'orimizga yetadi, Xudo xohlasa. Ozgina joyingiz bo'lsa ham ekib, tikib, ozgina mehnat qilib qo'ysangiz
uyingizdan chiqadi. Bozordan ko'tarib yurmaysiz. To'g'rimi? Mana yetadi bizga shu. Xudo xohlasa. Mana buni aytib o'tganimdek bir chiroyli joyga ehtiyot qilib qo'yib qo'ysak, urug'imiz tayyor mana. Keyin bir obunachi yozibdilar. Yeringizga nima solasiz, qanaqa o'g'it solasiz deb so'rashibdi o'sha odam. O'sha obunachi, menimcha obuna bo'lmagan obunachi deyman-da, endi kuzatuvchimi, yangi kirgan mehmonmi? Agar doimiy ravishda meni kuzatib yurganlarida bilishar edi. Kuzda mana ko'rdingiz, mahalliy o'g'it soldik mana hamma огородlarga, mana shu joylarga kuzda, kech kuzda hamma joyga mahalliy o'g'it solib, keyin o'sha mini traktorchada ag'dartirganmiz. Endi bahorni g'amini kuzda yeyish kerak, o'rtoqlar. Kuzda yeringizga o'g'it solib, agar mahalliy o'g'it bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Ko'proq solsangiz yeringiz shunaqa nimani ushlab turadi. Namlikni ushlab turadi, o'rtoqlar. Mahalliy o'g'it namlikni ushlab turadi, keyin donadorligi yaxshi bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Xullas, mahalliy o'g'it juda ham foydali narsa. Mahalliy o'g'itdan iloji boricha ko'proq foydalanish kerak, o'rtoqlar. Minerallardan ko'ra, minerallardan ham foydalanish kerak me'yorda. Me'yordan oshib ketsa, uni zarari bor albatta. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bu yilgi hosilimiz mana shu, o'rtoqlar. Ko'nglimiz to'ldi, yaxshi. Keyin bittalari yozishibdi, sotasizmi deb. Yo'q, biz sotmaymiz. Ro'zg'orimizga katta o'ylanmasdan ishlatamiz. Mana bemalol o'zimizga yetadi. Qishi bilan bahorigacha yetadi, o'rtoqlar. Xudo xohlasa inshaalloh yaxshi kunlarimizga ishlatish nasib qilsin ilohim. Mehnat qilsangiz albatta uni orqasida rohatini ko'rasiz. Uning uchun ozgina jonni qiynab mehnat qilish kerak. Endi bizga o'xshaganlarga, mehnat qilganlarni yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi-da. Mayli, yoqtirishmasa yoqtirishmas. Birinchidan sog'lig'imizga foyda, ikkinchidan ro'zg'orimizga foyda, o'rtoqlar. Buni hech zarar tomoni yo'q. Hayot harakatdan iborat. Harakat qilasiz, yashaysiz, sog'lom yurasiz, o'rtoqlar. Xonadoningizga baraka kiradi, ro'zg'oringizga baraka kiradi. Yanagi efirgacha sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Albatta like bosing, fikr mulohazalaringizni qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.